Hop, assalomu alaykum do'stlar. Videoni cho'zib o'tirmayman. Hozir bittasi xayolim kelib qoldi. Agar biza proyektimizni ichida ham например ishlatishimiz mumkin API yoki bot mana hamma holatda bo'lishi mumkin bizning proyektimiz. O'shunaqa holatda biza ikkalasini alohida terminallarda yoqmasdan bittada ishga tushirib, bittada o'chiradigan qilib Python fayl yozishimiz mumkin. Ya'ni hozir xayolim kelib qoldi bu narsa, ustida ishladim u-yoq qilib. Servislarimizni bitta list ichida tuple yoki dictionary xullas xohlaganingizdek saqlab olasizlar. Keyin bu yog'iga kodni ko'rishinglar mumkin. Bu yerda ishga tushirish va bu yerda o'chirish uchun alohida funksiya qilib, bunaqa qilib ishga tushirilgan xullas. Men hozir soat juda kechda video o'tganim uchun chalg'onman. Mana appni ishga tushiradigan bo'lsam, bizda API ishga tushdi. Keyin Telegram botdan mana ishga tushdi ko'rganingizda. Ya'ni bitta ikkalasi mana ishga tushyapti. Ikkalasi ham juda oddiy kod, lekin mana bu holatda ishga tushyapti. Xullas, o'zingizlar proyektingizda sinab ko'rsanglar bo'ladi.